В Ташобласти водитель и пассажир получили по 5 суток административного ареста за непристойные действия из автомобиля. Их поведение попало на видео и вызвало возмущение в соцсетях. Оба извинились, но суд назначил наказание по статье 183 Кодекса об административной ответственности. Дело рассматривал Кибрайский районный суд. Ushbu shaxslarning harakat vaqtida sodir qilgan harakatlari ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, jamoatchilik orasida ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Transport vositasida bo'lgan shaxslar Qibray tumani Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan aniqlandi va ular Ichki ishlar bo'limiga taklif qilindi. Transport vositasidan qo'lni chiqargan fuqarosiz. Qanday izoh berasiz shu harakatga? Uzr so'raymiz, qaytarilmaydi boshqa. O'z nima uchun bu harakat sodir qildingiz? Chetroqqa to'xtang degan maqsadda aytgandik. Ketayotganda ikkita qiz shunga qo'l chiqarding degan maqsadda. Справедливо ли такое наказание за подобные выходки? Подписывайтесь на Коротко.uz.